Xorazm viloyati Gullan tumanidamiz. O'tgan yil bu bog'da aprel oyida barg chiqargandan keyin kesdik. Bu videoda hozir shu kechiktirib kesishni foydalarini fikrlashmoqchiman. Xorazmdamiz. Bu taraf qishki tinim davrida kesilgan. Bu taraf hozir barg chiqarib kecha kesdik. Hozir aytmoqchi bo'lganimiz bu qatorda meva kam. Gulkurtaklar ham o'suvchiga aylanib ketgan. Mana bu qatorda meva ko'p. Bunga sabab kuchli o'sayotgan daraxtlarni tinim davrida kesilsa, zaxiradagi energiya o'sishga urib ketadi. Shu sababdan barg chiqargandan keyin kesish tavsiya etiladi. Bu daraxt o'tgan yili katta kesish bo'lgan, yirik shoxlarini ko'p olingan. Shu holida ham ortiqcha o'smagan. Bunga bir ikkita sabab bor. Asosiy sabab daraxtdagi tinim davridagi energiyani bargga chiqargandan keyin ortiqcha energiya inqirozi bo'ladi. Shu sababda asosiy energiyani mevaga urg'u berib, mevalar o'tgan yilgi, ya'ni mevalar yetarlicha tugilib meva beradi. Ortiqcha zaxirani o'sishga emas, meva oladi. Meva olgandan keyin bu yilgi o'sish kam bo'lib, mevali kurtaklar shakllanadi. Hozirgi bu daraxtimizni hozirda mart oyidamiz, 5-mart. Hozirda kessa ham bo'ladi. O'tgan yili bu yil ko'p o'smaganni yana bitta sababi kechiktirib kesishdan tashqari tepasini bo'yni qisqartmaganmiz liderlarni. Endi buni xudo xolasa bu yil kuzda mevani olgandan keyin kuzda qisqartib kesish tavsiya etiladi. Hozir bu videoda bir ikkita o'tgan yilgi qilgan ishlar va natijalari bo'yicha video davomida ko'rib boramiz. Birinchi bitta liderni olsak, yon shoxlari yetarlicha, bu ichkaridagi mevali bilan tugagan kurtak bo'lganligi uchun buni qoldiramiz. Ichkari bo'lsa ham bu sababi bo'yka olmasi hisoblanadi. Bunda rang olish muhim emas. Bu kabi tikka va mevali kurtak bilan tugamaganlari olinadi. O'tgan yili bu kesishimiz bir qarich qo'yib kesilgan. Bu joyda mevali kurtak olish maqsad qilingandi. Hozir buni mevali kurtak hosil qilgan. Endi buni bittasini olsak, qolganlari mevaga yotadi. Bu ham shu holat, mana bu joydan olingan bo'lsa, bitta ikkitasi kuchli o'sgan, qolganlari mevaliga yotgan. Yon shoxlarda mevaliga yotirishdi shu usullari qo'llaniladi. Agar ya'ni shox kuchliroq o'sgan bo'lsa, yo'g'onroq bo'lsa, uzunroq qo'yiladi. Bo'lmasa kattaroq qo'yish ham tavsiya etiladi. Buni hozir tepasini qisqartsak bo'ladi, sababi bunga qaraganda bu past lider, ya'ni ikkilamchi lider hisoblanganligi uchun buni qisqartsak muammo yo'q. Bunda lekin qisqartish hozir tavsiya etilmaydi. Bu hozir bu liderda ishi tugallandi. Endi keyingi bunga o'tsak, bunda hozir buni olib qo'yamiz tugallab. Bunda ham yon shoxlar shu bilan tugallanadi. Meva olinadi, kelasi yilga zaxira chiqadi. Ularni yakkalab qo'yamiz. Bu joydan hosil olsak, agar ortiq meva ko'p bo'ladigan bo'lsa, mevani siyraklash tavsiya etiladi, bo'lmasa yiqilib qolishi mumkin. Bu so'ruvchi novda tikka ichkarida bizga mevali shox
mevali novdalar shart emas, shu sababli tagidan olamiz. Bu endi mevali bo'lish ehtimoli bor. Qoldiriladi, bo'lmasa bu joydan qisqartsak mevali novdaga aylanadi. Bu shoximizda shu bilan tugallanadi. Boshqasiga o'tsak, buni ham bu yerga qaytaramiz. Bu tarafdagi xalaqit qilib berganlarni olsak, ko'rinish yaxshi bo'ladi. Mevali kurtaklar yaxshi shakllangan, o'tgan yil hosil olgan bo'lsa ham, bu yil ham xudo xolasa yaxshi hosil kutilyapti. Ortiqcha o'sish kam. Bular o'tgan yilgi holatini videoda ko'rsata olmadik. Nima videolarimiz yoki tasvirlarimiz yo'q. Shu sababdan o'tgan yil keshishlarni ko'rasiz, ko'p bo'lganligi uchun xulosa qilib qo'ysangiz bo'ladi. Az joyi kelganda aytib o'tay. Bizda yozgi kesish, ya'ni barg chiqargandan keyin kesishda ikkita qo'rquv bo'ladi. Birinchi qo'rquv shu kesish joyidan so'q chiqadi deb qo'rqish bo'ladi. Bunda chiqmagan. Chiqmasligiga bir ikkita sabab bor. Ayrim sortlarda chiqish ehtimoli bo'ladi. Bularda yo'q. Bundan tashqari bunga chiqmasligiga sabab fungitsidlar bilan yaxshi ishlov berilgan. Shu sababdan u joyda bloklab qo'yib, so'q zamburug' tushib, zararlamagan, so'q chiqmagan. Keyin u so'q chiqmasligiga yana bitta sabab, ortiqcha oziqa berdirmadik biz. Azotli o'g'itlar bilan suvni ham ortiqcha sug'ortirmadik. Shu sababdan so'q chiqishi kuzatilmadi. Kechiktirib kesishdagi ikkinchi qo'rquv daraxtdagi novdalarga qurt tushadi. Novdani o'ziga degan qo'rquv bor. Videoda ko'rishingiz mumkin. Umuman qurt yo'q. Hop, buni bu yerga qaytarib kesamiz. Pastdagilarni bu yilcha hosilni olsak, chiqarib olsak ham bo'ladi shoxlarda. Meva novdalar ko'p bergan. Bularda hammasini ham qo'ysak, kuchsiz mevalar hosil bo'lishi mumkin. Ichkaridagi kuchsiz novdalarni, kuchsiz yoki o'ta kuchlilarni olishimiz mumkin. Buni ham shu mevaga qo'yib turamiz, oxirida xulosa qilamiz. Daraxtni tanasi butunlay taqir bo'lib qolishidan saqlanish kerak. Quyosh tushsa yomon bo'lishi mumkin. Biroz butoqcha qo'yishimiz sababi shu. Bu yerdan ham mevali kurtak shakllanadi. Mevaga qaytardik. Mevaga qaytaramiz. Biroz mevani ko'proq qo'yishimizdan maqsad o'tgan yil meva berdi va bu yil yana yetarlicha ko'proq kesish bo'lyapti. Shu sababli mevali kurtakka ega novdalarni ko'proq qo'yyapmiz. Solkashlik kam bo'lish ehtimoli oshiradi. Yon shoxlar bizga eng muhim shoxlar hisoblanadi. Asosiy hosilni yon shoxlardan olishga harakat qilishimiz kerak. Ortiqcha uzaytib yuborsak, qayishib sinishi mumkin. Shunga yetarlicha qo'yib uzaytmaslikni harakatini qilamiz. Biz uchini kesmay qo'yishimizdagi bitta kamchilik hisoblanadi, lekin buni ham asosiy kamchilikdan keyingi kamchilik bo'lgandan keyin buni kechirishimiz kerak. Asosiy kamchilik deganimiz uchini kesganda
daraxtni ko'p kesib, ham uchini ham kessak, kuchli g'ovlab, so'ruvchi novdalar chiqarishi mumkin. Biz uchini kesmay, ayrim novdalarni ayrim emas, ko'pisini ham uchini kesmay qo'ydik. Bizga yon shox sifatida, mevali shox sifatida qoladiganlarni uchini kesganmiz, lekin yirikroq lider sifatida qoladiganlarni uchini kesmaganmiz. Bu bizga bitta kamchiligi taqir qolishi mumkin. Buni ham bosqichma-bosqich bo'yni pasaytib borsak, bu quyosh tushib mevali kurtaklar, mevali novdalar hosil qiladi. So'ruvchi olinadi. Yon shoxga qaytariladi. Taqir qolmasligi uchun butoqcha qo'yamiz. Yo'lga chiqib boryapti. Yo'lga chiqib boryapti. Qaytaramiz. Buni daraxtni ichi taqir qolmasligi uchun mevaniga qaytarsak bo'ladi. Bu shoxni. Bunda ham shu. Ortiqcha taqir bo'lib qolsa, baribir quyosh tushib, novdalar kuchli o'sib ketishi mumkin. Shuning uchun ichkarida yetarlicha mevali shoxlar, mevali novdalarni qoldirgan yaxshi. Bu liderdagi butoqcha sifatida qoldirilgan, biroz kaltaroq qoldirilganligi sababli kuchliroq o'sgan, biroz uzunroq qo'yish kerak edi. Mevali kurtak bilan ayrimlari tugagan, ayrimlari tugamagan. Buni uchini kesilgan, novdaga qaytarib uchini bu joydan kesilgan, o'tgan yili 4 ta kuchli o'suvchi chiqqan. Bunga sabab bu qo'shimcha lider hisobida qoldirilishi kerak edi. Biz buni mevali novdaga yotqizish maqsadida kesganmiz. Buni biroz uzunroq kesish kerak edi. Bu joydan bu joygacha kaltalik qilgan. Kamida o'tgan shu joylardan kesganda bunchalik ko'p o'smasdi. Uchu mevali bilan tugamaganligi uchun bu o'sib ketishdan oldini olib, mevali kurtak hosil qilishga qo'yamiz. Ular ham taqir bo'lib qolmasligi uchun bunday kesilyapti. Ichkaridagi o'ta pastdagilar olinadi. O'tgan kuchli kesish bo'yicha ko'proq pastdan bo'lsa ham, mevalilarni ichkaridan bo'lsa ham qoldirganmiz. Endi daraxt ancha sekilladi, shunga ichkaridagini ham olish kerak. Endi ichkaridagi mevali kurtaklarda eng zararlangan, sifatsiz, mayda shoxlarni olish tavsiya etiladi.
bo'ylarini hozir bu yilcha qo'yib turamiz. Mevani siyraklash sharti bilan, siyraklamasa yiqilib qolish ehtimoli bor. Daraxtni kuzda bo'yni qisqartish tavsiya etiladi. Gormonlar sababli auksion sitakaning gormonlari daraxtni boshqaradi. Shu sababli bo'yni kuzda kesish sabablari ham shu. Taxminan 1 metr olib tashlasak yetarlicha bo'ladi. Meva terim tugagandan keyin taxminan oktyabr oylariga to'g'ri keladi. Shu taxminan shu kabi bo'ladi. O'z vaqtida fungitsidlar bilan ishlov berib, to'g'ri qaralsa, yozgi kesish muammo emas. Qayta kuchli o'sib turgan daraxtlarda bizga yutuqqa olib keladi.